Hammaga salom, sizlar bilan Azizbek Brian kanali. To'g'ri, hozirgi tarjima qilayotgan videorolikimizda juda ham kamchiliklar bo'lishi mumkin. Buni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Va albatta hozirgi videorolikimiz sizning YouTube'da bo'lgan muvaffaqiyatingizni nechadir foiz kafolatlaydi va albatta siz muvaffaqiyatga erishsangiz biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Demak, videorolikni tomosha qilamiz. Eshiting, har kuni minglab ijodkorlar YouTube'da qisqa videolar yuklaydilar. Shu bilan birga virusli lahzalarga ketishadi. Lekin hozir aqldan ozgan manzaralarni kafolatlaydigan bir joyda paydo bo'layotgan aytsamchi, men minglab emas, balki millionlab odamlar haqida gapiryapman. Ushbu nashrning atiga 179 ta video bor, ammo ular allaqachon 1.6 million ta obunachiga ega bo'lgan. Obunachi va 10 milliondan ortiq ko'rishga ega. Bir nechta videolarni jalb qilishga va men aqldan ozgan qisman ular 17 soat oldin joylashtirgan video allaqachon 1.9 million marta ko'rilgan. Bu odam emas, bu har kuni ko'rish mumkin bo'lgan virusli joy. Va bugun CSBrox sizga ushbu videolarni ikkita oson usulda qanday yaratishni aniq ko'rsatib beraman. Siz trendni nusxalashingiz va kanalingizga hoziroq portlashingiz mumkin. Keling shongaymiz. Xush kelibsiz. Bugungi videorolikimizni boshladik. Virusli Robloxlar, rang shortslari. Hozirda YouTube'da ham xuddi shu yo'nalishlar hukmronlik qilmoqda. Bu oddiy qiziqarli tuyuladi va eng yaxshi tomoni shundaki, siz ilgari hech qachon video yaratmagan bo'lsangiz ham hamma narsani notebookingiz yoki qilishingiz mumkin. Sizga ikkita usul ko'rsataman. Birida siz hamma narsani qo'lda yaratasiz. Ikkinchisida esa sun'iy intellekt siz uchun ishingizni 90% ni bajarar. Shuning uchun siz o'zingiz uslubingizga eng mos keladigan tanlashingiz mumkin. Keling to'g'ridan-to'g'ri birinchi usulni o'tamiz. Birinchi qadam ChatGPT yordamida virusli g'oyalar yaratish. Avval ChatGPTni oching. ni bosing va qidiruv ustiga rang generator yozing. Ushbu vosita yuzlab virusli Roblox videolarining yordamida o'rgatilgan. Shuning uchun siz olgan g'oyalar, qisqa metrajli filmlar viruslar uchun yuqori darajada optimallashtirilgan. Yulduzcha chatni bosing. Keyin birinchi so'rovni foydalaning. Menga 10 ta o'xshash videolar g'oyalar bering. ChatGPT 10 ta aqldan ozgancha o'xshash mavzularni yaratadi. Masalan, siz avlodning eng katta firibgarligi. Siz ish uchun sevgan ishingizni qiling. Siz charchagan emassiz. Siz maosh to'lanadi, ortiqcha ishlaydi va yolg'on gapirasiz. Do'stlaringiz aksariyati aslida sizning do'stligingiz emas, ularni shunchaki sizning mavjudligingizga toqat qiladilar. Siz eng ko'p ta'sir qiladigan tanlang. Masalan, fikr raqamini kiring va enter tugmachasini bosing. ChatGPT videongiz uchun to'liq kulgili, ta'sirchi va qiziqarli skript yaratadi. Faqatgina shu skript eng katta ustunlikka beradi, chunki nisbiylikni saqlashga teng viruslikka teng ikkinchi qadam Google AI Studio yordamida ovozingizni yarating. Tiniq Amerika erkak ovozini tavsiya qilaman, chunki bu ohang Roblox rang kontentini eng yaxshi ijro etadilar. Skriptni joylashtiring, ishga tushirish tugmachasini bosing, ishlov berishini kuting, ovozingizni yuklang. Eng yaxshi tomoni shundaki, ushbu vosita butunlay bepul. Uchinchi qadam Roblox o'yin kliplarini yuklab oling. Siz istalgan Roblox parkour, obbi yoki yugurish kliplarini foydalanishingiz mumkin, lekin ushbu qoidaga ishonch hosil qiling. Bitta klipni uchun 3 martadan ortiq ishlatmang. Bu sizning kontentingizni yangiday saqlaydi. Shuning uchun YouTube sizni qayta ishlatilgan kontent sifatida tasniflamaydi. 4-qadam videoni CapCut'da ichida tahrirlang. Ovozingiz va o'yin kliplarini import qiling. Birinchidan ovozni vaqt-jadval torting. Keraksiz pauzalarni olib tashlang. Sichqonchani o'ng tugmachasini bosing. Murakkab klip yarating. Ovoz o'zgartirishga o'ting. Mic Hog'ni tanlang. Tezlik 1.18 martada o'rnating. Audio taqdimotlariga o'ting. Multfilm ohangini qo'llang. This gives the signature Roblox rant voice everyone. O'yin tezligini moslashtiring. O'yinni biroz tezlashtiring. Shu qiziqarli bo'lib qoladi. Avtomatik subtitrlar taglavhalar bosing. Avtomatik til yarating. Ingliz tili mukammal taglavhalar yuqori darajada ushlub turishga teng. Memlar qo'shing. Pinterest'da o'ting. O'xshash memlarni yuklab oling. Ularni muhim daqiqalarga qo'shing. Fon musiqalarini qo'shing. CapCut audio ichida pianino qidiring. Ovozni bostirmasligi uchun uni ichkariga sudrang. Ovoz balandligini pasaytiring. Videongiz endi yuklashga tayyor. Ikkinchi usul bilan hamma narsani avtomatlashtirish. Agar siz AI deyarli butun videongiz siz uchun yaratadigan ancha tezroq usulni xohlasangiz, AI dan foydalaning. Birinchi qadam tizimda kiring. Hisob yarating. Boshqaruv paneliga o'ting. Videongiz yaratish uchun aylantirish Roblox rank videoni bosing. Ikkinchi qadam avval yaratilgan ChatGPT skriptlarini joylashtiring. Import tugmachasini bosing. Ovoz berish uchun Roblox rang kontentdagi eng mashhur ovozlardan biri bo'lgan Adamni tanlang. Uchinchi qadam AI videoni avtomatik ravishda yaratadi. O'yin jarayoni sarlavhalari, emojilar, ovoz, musiqa, tugma, vaqt tuzilishi barcha bir necha soniyada ichida. 4-qadam sozlash va ovoz o'zgartirishni bosing. Xilma-xillik uchun pastga yoki oddiy ohang qo'shing.
Taglavhalarga o'ting. Uslub, brendingizga mos keladigan ranglar va shifrlarni tanlang. Ovoz effektlari, memlar, emojilar, xiyla rang-ranglar uchun qisqa kuchaytirgichlardan qo'shing. 5-qadam. Yakuniy videoni yuklab oling. Export tugmachasini bosing. Sekundiga 30 kadrni yuklab olish. Bum! Siz bir nechta daqiqada virusli uslubdagi Roblox shikoyat videosini yaratishingiz va aynan shu ijodkor yordamida siz birinchi usuldan foydalansangiz ham, ikkinchi usuldan foydalansangiz ham siz baribir natijaga erishish imkoniyatingiz juda ham katta. Yoki sun'iy intellekt ikkinchi usul bilan uni boshqarish ruxsat bersangiz ham bu imkoniyat juda katta. Men kompaniyasida Choice Broadcasting sizni aqlliroq, tezroq va haqiqatan ham ishlaydigan vositalar bilan o'sishga yordam beraman.